g'ishtni mana bunday bosgan yaxshimi yoki mana bunday bosgan yaxshimi? Meni fikrim mana bunday bosgan yaxshi, sababi molda oyog'i ezganda mana shu 3-4 ta g'ishtni ezadi. O'shani hisobiga cho'kishgan bo'ladi. Bu yerda shunday ezganda mana shu tomoni cho'kishi mumkin. Molda mana shu yerda cho'kishi mumkin yoki bu yoqqa cho'kadi yoki bu yoqqa cho'kishi mumkin. Izohlarda fikrlar qoldirasizlar, qanday bo'lsa yaxshi. Meni fikrim mana shunday bosish lozim deb bildim. Qadrdonlar, barchaga yaxshi kayfiyat. Mol tagiga g'isht bosish necha pul bo'lyapti? Shular haqida to'liq ma'lumot beramiz. Xo'sh, bitgan holatigacha ko'rsatamiz. Mana ko'rib turibsizlar, xudo xolasa mana shu obyektdamiz. Mehnatimiz qadrlab mana bunday qilib bitta like bosib qo'yasiz. Qani unda videoni boshladik. Ko'rib turgan joylarga chiroyli qilib, xudo xolasa mana naveslari bilan maydonga ham katta qilib mollarni qo'yib yuborgani g'isht bosib beramiz. Qadrdonlar, xudo xolasa chiroyli qilib zasipkalarni ham qilyapmiz. Tayyorlayapmiz zasipkasini cho'tka qilib. O'ta go'zal qilyapti, xudo xolasa ishimiz. Trambovkani ham boshlab oldik. Katta mollar yurganda g'isht botmasligi uchun albatta trambovka qilish shart. Trambovka qilmasangiz g'ishtlar cho'kadi, boshqa bo'ladi. O'shaning hisobiga trambovkani chiroyli qilib qilgan yaxshi. Xo'sh, kanalda yangilar bo'lsa albatta obuna bo'lib qo'ysanglar. Ishni boshidan tugagan holatigacha ko'rsatadigan kanal faqat bizni kanal. Usta Muhiddin desanglar, albatta topolmay qolsanglar, YouTube'da qidirsanglar chiqadi. Yoki obuna bo'lib qo'ysanglar, ko'rib turasizlar, shunaqa videolar chiqarib boraman har xil sohada. Xo'sh, qadrdonlar, xudo xolasa mana tagiga zasipkalarni tayyor qilib oldim. Mana shu holatda g'isht bosiladi. Bu yerda ikkamas shag'al to'kilib Samsungda bostirildi. Bu yerlarni videoga ololmadim, esimdan chiqib qolibdi. Hozir mana xudo xolasa iplarni qo'yib, mana shu katta maydonga g'isht bosamiz, xudo xolasa. Hozir mana yoqqa bosib bo'ldik. Endi bu yoqqa betonlarni qo'yamiz. Videoda oxirigacha ko'rsanglar, nech bilan summalarni ham aytamiz. Xudo xolasa ish jarayoni davom etyapti. Mana qadrdonlar, chiroyli qilib mana shu yerga kolodus qo'ydik. Molda sidiga ham shunday qilib bu yoqqa tushib ketadigan bo'ldi. Hozir mana shu o'rtada ham bitta urg'un bo'ldi. İpi ko'rinib turibdi. Bu ham kolodusga tushib ketadi sidiga. Mollar bemalol yuradigan bo'lyapti, xudo xolasa mana. Chiroyli qilib beraman, zasipkalarni qilyapmiz hozir. Bu yoqqa betonlarni qo'yib chiqdim, chekkalariga chiroyli qilib. Bu yerda enini aytaman. 250 bo'ldi bu yerda eni. Katta mollarga mo'ljallandi. 230 qo'yadi, 220 ham qo'ygan joylar ham bor. O'zi necha qo'ygan yaxshi shu yerga katta mollarga. Izohlarda fikringlar qoldirib qo'yasizlar. Xudo xolasa mana yerda sidi ketadigan yerini xudo xolasa 35 bo'lyapti. Necha qo'ygan yaxshi bu yerga ham. Izohlarda fikringlarni bitta qilib yozib qoldirasizlar. Beton oqildan shu ko'rib turgan yerlargacha 55 sm bo'ldi. G'ishtdan o'taydigan joygacha 55 sm bo'ldi. Obyektimiz ham o'z nihoyasiga yetib qolay dedi. G'isht bollarni chiroyli qilib bosdik. Ko'rib turgan joylariga o'rtada ikki tomonda uklon bo'ldi, katta maydonligi hisobiga. Endi yomg'ir yoqqanda shu uklon bo'lmayga nestash ko'p turib mana shu yerda turba turibdi, mana shu turbadan ancha-muncha yomg'irlar mana bu shu kolodusga ko'milib tushib ketadi kolodusga. Bu yoqda suv ham shu yerga bitta turba qo'ydik, kolodusga tushib ketadi. Xudo xolasa mana chiroyli qilib ishlarimiz yakunlanib qo'yadi. Bu tomonlarga steyshga qo'yib chiqdik. Uklon qilib, ko'ribsizlar, uklon qilib steyshga qo'yib chiqdik. Endi bu tomoni qoldi. Bu tomonni steyshkasini qo'yamiz. Keyin xudo xolasa ishimiz yakunlanadi. Ishimiz yoqqan bo'lsa, bitta mana bunday qilib like bosib qo'yasizlar. Ishlar chiroyli deganlar, ishlar yoqdi deganlar bitta mana bunday qilib likelar bilan paydoshga turasizlar, xudo xolasa. Ishimiz xudo xolasa ochiq qoldi. Endi barcha qiziq narxini aytaman. Ko'rib turgan joylarda g'isht bolini zasipkasi ichida 40 ming so'mdan bosib berdik. Arzonmi, qimmatmi? Izohlarda fikrlar qoldirasizlar.